Hurmatli ota-onalar diqqatini. Endi siz farzandingizni Malayziyaga, Angliyaga ta'lim sayohati bilan yuborishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot olaman desangizlar, videoni oxiridan ko'ringlar. Obunachilar, videoni boshida eshitganlaringizdek, bolalaringiz endi sizlar Angliya, Malayziyaga ta'lim sayohati bilan yuborsangizlar bo'ladi. Bu haqda To'lqin FM xususiy maktabining marketologi Atamurat ham sizlarga batafsil ma'lumot beradilar. Assalomu alaykum, Atamurat aka. Chaqamiz. Ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, hozirda maktabimiz tomonidan ta'lim va sayohat dasturi yo'lga qo'yiladi. Bu yerda Malayziya, Angliya va Yevropaning boshqa davlatlarına ham sayohat, ham ta'lim olishlari mumkin. 2 haftalik bo'ladi. 2 haftada o'quvchilarimiz shura borib 4-5 yulduzli mehmonxonaga joylashadilar. Ovqatlari halol bo'ladi. Har kuni ko'ngilochar dasturlarga boradilar. 3-4 soat ingliz tilida darslar bo'ladi. Musobaqalar uyushtiriladi. O'quvchilarning vaqti maroqli o'tkazish uchun hamma narsa qilingan, rejalashtirilgan. Tushunarli. Unda qarang, endi farzandini yuborayotgan odamda ota-onada shunday bir savollar bo'ladi. Farzandimni yeb ichari, masalan, necha mahal ovqat yeydi, uni xavfsizligi nechta bo'ladi? Xo'p, bu yerdan guruh tuziladi, o'quvchilar, shularga 2 dona yo'lboshchi qo'yiladi. Shu 2 dona yo'lboshchi o'quvchilar ota-onasini olib, borib, joylashtirib, ularni hamma ishlarni qildirib, yana ota-onasiga kelib topshiradi. Va shu yerda halol kafolatlangan ovqatlardan iste'mol qiladilar, ulardan muammo yo'q. Tushunarli. Keyin bolalari, vizalari, masalan, chiqish uchun dokumentatsiyalari nechta bo'ladi? Xo'p, endi bu pullik, shuning uchun ota-onalar to'lovini qiladi. Boshqa dokumentatsiyasini biz o'zimiz qilamiz. To'lovini qilsalar bo'ldi, ha? Qalamni o'zimiz qilamiz. Tushunarli. Endi bundan ham ko'proq ma'lumotlar olaman desangizlar, Hazaras tumani markazida 45-son maktabimiz bor. Ulug'bek maktabi desa ko'pchilik biladi. Shu maktab ro'parasida To'lqin FM xususiy maktabi. Shu yerga kelib batafsil ma'lumot olsangizlar bo'ladi o'qituvchilardan, rahbariyatdan. Xudo xolasa sizlarga ataydi hammasini bir yandan tushuntirib beradilar. Atamurat aka, keyin savollarim bor. Bellar hozir qabul qilinib turibmi bolalar? Xo'p, bizlarda o'zi odatda yilda bir marta avgust oyi qabul bo'ladi to'liq maktab uchun. Avgust oyida? Yozda. Lekin hozir masalan sinfdan 1-2 o'quvchi yiqilgan, haydalgan bo'lishi mumkin. Yaxshi o'zlashtirmani uchun shu bolalar o'rnidan o'quvchi olishimiz mumkin. Endi to'liq yana qabul yozda ochiladi. Xudo xolasa yozda. Qarang, endi yaxshi getib qolgan bo'lishi mumkin deysiz. Buni ota-onalar neden biladi? Masalan, gruppa kanal tashalama. Masalan, palon sinfda o'rin bor deb shuni tashalama? Yo'q, hozircha hali tashlamadik, lekin gesal bo'ladi, lekin ba'zi bir sinflarda shunday bo'lib turibdi, umuman joy yo'q. Ya'ni faqat yozilib turibdilar. Masalan, bu o'quvchi gitkasi shuni o'rnidan olish uchun. Chunki endi bola soni ko'p, beda yana bola o'tib qaytib yuribdi. Bola sig'maydi, to'g'risi ham. Yine kengash variantlarınız bormi? Xudo xolasa bu yil kuza shuni harakatidamiz. Inshaalloh Xudo xolasa qo'ldan kelsa, keyingi filial ham ochamiz Xudo xolasa. Tushunarli. YouTube'larda nima gapsiz bo'lib turibdi? Nechta YouTube'larınız bor sizlarning? YouTube'lar to'g'risi endi men ko'psini bilaman. YouTube'm zo'r YouTube'lari bor. Hozir bir yandan Atamurat ham o'zlari tushuntiradilar, qani? Xo'p, bizlarda maktabimiz hamma fandan chuqurlashtirib o'tiladi. Masalan, matematika, ingliz tili bo'lsa, o'qishi 11-sinfdan matematika, ingliz tilidan sertifikat olib beramiz. Yoki ona tili ingliz tili bo'lsa, undan farqi yo'q. Sertifikat, milliy sertifikat bo'ladi. Masalan, ingliz tilidan bo'lishi mumkin. Xo'p, ularning hammasini hozirda ijtimoiy tarmoqqa joylab turibmiz. Ularni ko'pchilik odam ko'rib turibdi, lekin bir narsani ko'zatish qoladi. Masalan, bizda kichkinaroq sinflar bor. 6-7 sinf. Bular bilimini nechta so'rashlar mumkin. Shularni ko'zatsak, menimcha hamma lol qilsa kerak, chunki 6-7 sinf o'quvchilarimiz bemalol ingliz tilida gaplaydi hozir. Shunday, menimcha siz o'quvchingizmidi? Birisi Dubayda yurib, odamlar bilan razgovor qilib, inglizlar bilan, ularning videolari bor, xudo xolasa. Uni amaliyotda ko'rsatak, shundan keyingi videoda ko'rsatsak bo'ladimi? Bo'ldi, keyingi videoda xudo xolasa ko'rsatamiz, hammasini haqiqiy bo'ladi, xudo xolasa. Kerak bo'lsa jonli efir qilib ham savollar so'rashingiz mumkin. Obunachilardan va boshqalardan. Masalan, sizlar tayyorlab savol berib tursizlar deyishlar mumkin, farqi yo'q.
Ular inglizcha yazmasa bo'ldi. O'zbekcha so'rasam biz Ha. inglizcha aytib beramiz. Farqi yo'q. Bo'ldi. O'zbekcha so'rasan ham. Tushunarli. Masalan, respublika miqyosida o'rinlar bormi, masalan, bolalar? Hozir olimpiadachilarimiz, ko'p olimpiadachilarimiz viloyatda birinchi o'rin olib, respublika bosqichini o'tdi. Endi respublika bosqichi bor. Xudo xolasa, u yerdan ham birinchi o'rinlarni kutib turibmiz. Tushunarli. IELTS'laringiz lekin devorlaringiz to'lib yotibdi. Ha, joy yo'q hozir. Ha, unga joy yo'q. IELTS sertifikatlar, UNICEF'lar umuman joy yo'q devorda. Hamma devorlar shunday, ya sertifikatlar bilan to'lib yotibdi. Xudo xolasa. Yaxshi, sizning obunachilaringiz uchun yana bir yangilik aytaman. Endi maktabimizda, hali boshqa maktablarda bo'lmagan bu yerda nemis tili, koreys tili, boshqa fanlar ham qo'shyapmiz o'quvchilarga qo'shimcha. Yo'q-ay? Ha. Nemis bilan bo'ladi endi Ha. Qozog'istonda. Tamam. Ana. Xo'sh, shunda men obunachilarimga necha taklifingiz bor? Arzon bo'ladimi? Yo'q, Ya, xudo xolasa narxini o'zgartirish kiritmaslik kerakligini turibmiz. Shu darsliklarga qo'shimcha nemis tili ham, koreys tili ham qo'shiladi va barcha o'quvchilar o'rganadi. Xudo xolasa shu til o'rgangandan keyin ular maktabimizni bitirgandan keyin keyingi bosqichlarda ham yordam berish rejalarini tuzib turibmiz, xudo xolasa. Maktabni tugatgandan keyin ham. Demak, yangiliklar bor, zakon. Xudo xolasa cho'tki. Xudo xolasa. Yana ko'rdingizlar ma'lumotlari oldingizdan umiddaman. Yana ko'proq ma'lumotlar kerak bo'lsa, aytganimizni yana xususiy maktabimizga kelib turib, shu yerga kelsangiz og'alarimiz tushuntirib beradi, xudo xolasa. Ag'a, siz ham ma'lumotlar uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Xudo xolasa ishlaringizga rivoj. Bundan ham shu maktab rivojlanaversin, kengayaversin, o'quvchilari yutuqlari cho'qqilari chiqaversin, xudo xolasa. Hammangizga sog' salomatlik tilamiz, yaxshilikda ko'rishamiz.